Aniq bilaman, siz buni bilmaysiz. Shu uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ko'p kishi so'raydi, doktor, avtorskiy kokteyl nima deb? Avtorskiy kokteyl bu yuzga qilinadigan inyeksiya, ya'ni ukol hisoblanadi. Ushbu inyeksiya biz maxsus dorilardan tayyorlaymiz. Ya'ni yuzning muammosiga qaraymiz. Masalan, yuzi yog'lik, ugrilik yuz. Biz bu uchun maxsus yog' bezlarining sekretsiyasini pasaytiradigan dorilar, maxsus preparatlar qo'shib avtorskiy kokteyl taxlab yuzga ukol qilib chiqamiz. Avtorskiy kokteylda preparatlar ma'lum hajmda qo'shiladi. Ayrimlar so'raydi, doktor, nimaga 5 grammni barchasini qo'shmadingiz deb? U 5 gram qo'shilmaydi. Ma'lum miqdor, standart bo'yicha yuzga kerakli miqdori ampula ichidan olib qo'shilib kokteyl qilib tayyorlanadi. Ya'ni bir tish shpritsning ichida 5-6 xil mono preparatlar qo'shib avtorskiy kokteyl tayyorlab yuzga ukol qilinadi. Effekt juda ham zo'r beradi, chunki aynan yuz uchun maxsus tayyorlangan preparatlar effekti bir martaga shunday sezilishini ko'rishimiz mumkin. Kimga avtorskiy kokteyl inyeksiyasi kerak bo'lsa, menga yozishingiz mumkin.